Hammaga salom, mening ismim Bobur. Ko'pchiliklarning o'ylashlaring mumkin. Nima uchun Mustafa Kemal Atatürk Turkiya Respublikasini joriy qildi? Nima uchun sistemni almashtirdi degan xayolga borishlaring mumkin. Lekin bu narsa hozirgi kun bilan qiyoslaydigan narsa emas. Men sizlarga tarixiy bir faktni aytib o'taman. Birinchi jahon urushi Usmoniylar Germaniya va Avstriya-Vengriya gibi yutqizgan tarafda bo'lib qoldi. Bu narsa nimaga sabab bo'ldi? O'sha vaqtda Usmoniylar, ya'ni jangsiz taslimmiz dedi, bo'ldi dedi, biz vaqtda jang qilmaymiz dedi. Va eng qizig'i, inglizlar o'zini katta bir kuchli flotini hozirgi Bosforga kirgizdi va Istanbulni ishg'ol qildi. Istanbul ishg'ol bo'lsa mayli edi. Masala shu bilan bitsa. Unday bo'lib qolmadi. Ruslar Trabzonga qadar keldi. Lekin eng qizig'i, ruslar chekingan bo'lsa-da, ularning kelma tahdidi hali hamon bor edi. U yerda ular prosta tak chekinmadi. U yerga ular Dashnaq armanlari, ya'ni Dashnaq respublikasini, hozirgi Armanistonni haligisini tashlab o'tib ketishdi, odamlarini, Dashnaqlarni. Bu tarafda yana hozir janubi g'arbida kurdlar isyon qilishni boshladi. Ular ham bir davlat qurish birligi xayoliga kirishdi. Fransuzlar Marash, Antep, Mardin gibi buyuk bir shaharlarni qo'lga kiritib bo'lgandi. Xatay вообще Suriyani tarkibida qolib ketgandi o'sha vaqt. Antaliyaga italyanlar kelgan, yunonlar hozirgi Izmir, ya'ni o'sha vaqt Smirna deyilgan, o'sha Turkiyaning hozir 3-chi eng krupniy shahri hisoblanadi. Uni ishg'ol qilgan. Ya'ni Turkiya xuddi bir katta tortni kesib olasiz-ku. Ana shunday qilib kesilgan edi, tushunyapsizlarmi? O'sha Turkiyaga faqatgina o'sha Anatoliyani yarimidan yarmi, ya'ni to'rda biri qolatuvdi xolos. Yani hozirgi Turkiyani tasavvur qilyapsiz, to'rda biri qolyapti. Turk millati shunday hali o'rtaga bunday qisilib qo'ygandi. O'shanday положениyani o'sha xalq ko'rdi, xalq isyon qildi. Chunki xalq bitta narsani bilardi. O'sha vaqt turk millati Balkan urushlarida, birinchi va ikkinchi Balkan urushida 500 minglab turklar haligi Yevropadan bu tarafga qarab ko'chayotganda qancha inson haligi o'lib ketganini, xorizor bo'lganini bilardi. Shuning uchun ham ular yana bitta ko'ch qilamizmi degan bir tushunchaga bordi. Shuning uchun ular sulton haligi hukumatini, o'sha so'ng sulton Vahiddinni bunaqa oson taslim bo'lganini, bunaqa oson haligi yurtini berib qo'yayotganini ko'z yuma olmadi. Xalq isyon qilishni istadi. Dediki, biz dedi shundoq ham Balkan harbida yedik, yaxshigina yedik. Endi yana bitta yeymizmi degan maqsadda yo hayot yo mamot deb jang qilishni boshladi. Sulton hukumati nima qildi? Xalqni ovozini o'chiraman deb Mustafa Kemal Atatürkga bitta kattagina qo'shin berib, unga jo'natdi Samsun shahriga. Ammo eng qizig'i shundaki, Samsun shahriga tushiboq Mustafa Kemal nima deydi? Xalqni davay, men sizlarga lider bo'laman. Sultonni ham quvamiz, inglizlarni ham quvamiz, fransuzlarni ham quvamiz, janubdan italyanni ham quvamiz, yunonini ham quvamiz, kelaversa Dashnaq armanlarni ham quvamiz deydi. Va bir vaqtda qisqasini aytganda bir 6-7 ta davlat bilan urush qilishga qaror qiladi. Mustafa Kemalga o'lim amrini berib, uni qo'lga olish uchun sulton uni jo'natadi. Kazım Karabekir Pashani jo'natadi. Ammo Kazım Karabekir Pasha Mustafa Kemal yoniga kelgandan keyin "Pasham" deydi. "Sizni xizmatingizdaman" deydi. "Buyuring, nima qilay" desam, "Kazım" deydi. "Sen" deydi, "qo'lingdagi qo'shin bilan" deydi, "armanlarni ur" deydi sharqda. "Men qo'limdagi qo'shin bilan" deydi, "amon uraman" deydi. Nima deydi? "Yunonlarni uraman" deydi. Va turklar bir onda har ikki tarafdan urushni boshlaydi. Fransuzlar esa undaqa katta kuchga ega bo'lmagan edi va eng qizig'i fransuzlarni haligisi yoqmaydi edi. Inglizlarni Istanbulga kirgani yoqmaydi edi. Shuning uchun fransuzlar bitta-ikkita zarbadan keyin o'zlari taslim bo'lib, turklar bilan qilib, shartnoma qilib, o'zining qurollarini ham даже turklarga sotib, u yerlardan chekinadi. Hozirgi Suriya hududlariga qarab chekinadi. Chunki u yer fransuzskiy mandat deyilganda, ular u yerga chekinishadi. Bu narsa Mustafa Kemalga yana ham bir haligi nadejda deydi-ku, nima deydi, umid bag'ishlaydi. Deydiki, demak deydi, endi haligim bor, shansimiz bor deydi. U Sakarya maydon jangida yunonlarni yenggandan keyin o'sha inglizlar ham qaraydi, aytadi, endi deydi, o'sha foydasi yo'q deydi. Endi deydi, turklar bilan kelishga majburmiz, ya'ni Turkiyaning yangi hukumati o'sha Anqaradagi buyuk majlis bilan kelishga majburmiz deydi. Va ularga Istanbulda ham taslim qilib, o'sha general Harrington turk bayrog'iga chest berib ketadi. Shunday ekan,
keyingi Sevr anglashmasidan keyin Lozan anglashmasi keladi. Lozan anglashmasida Turkiyani rasman tan oladi. Ya'ni hozirgi Turkiyani hududi, hozir biz bilgan Turkiyani dunyo rasman tan oladi va o'sha respublika deb tan oladi. Va Mustafa Kemal Atatürk uning yangi prezidenti bo'ladi. Haligi qo'rqoq Sulton Vahiddin nima qiladi? Ingliz kemasiga o'tirib Angliyaga jo'nab boradi. Tushunyapsizlarmi? O'shandan keyin uje yangi Turkiya joriy qiladi va eng qizig'i Mustafa Kemal Atatürk Turkiyani butun hayotini almashtiradi. Butun sistemni almashtiradi. Qonunlari bormi, urf-odati bormi, butun madaniyatini yevropeyskiy madaniyat olib keladi. Agar ko'rgan bo'lsalaring, Mustafa Kemal har doim kostyum shimalilarda yurgan. Ana shunday qilib u o'zini xalqiga, ya'ni jaholatdan uyg'otadi. Jaholatdan uyg'otib dunyoga boshqacha ko'z bilan qarashdi. Zamonaviy, ya'ni menga o'xshagan zamonaviy musulmon bo'lishni hammaga tavsiya etadi va bunga erishadi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun ham Mustafa Kamolni yomon ko'rishdan oldin bir narsani o'ylanglar. Hozirgi Turkiyaning fundamentini, chertyojini polniy Mustafa Kamol qilib ketgan. Tushunyapsizlarmi? Agar Tayyip Erdo'g'an dinparastlik qilmasdan Mustafa Kamolning yo'lidan ketsa edi, hozir Turkiya dunyoning eng kuchli 10 ta ekonomikadan bittasi bo'lardi. Ammo hozir unaqa emas, chunki Tayyip degan bir haligi tovuq miya boshqaryapti davlatni, shuning uchun bir bo'q bo'la olgani yo'q. Shunday. Xo'sh, endi gapirsangiz gap ko'p, lekin vaqt ketyapti. Uje bu vaqt videoning ko'payib ketdi. Meni prosta aytmoqchi bo'lgan narsam, Sevr anglashmasini imzolagan bir davlat bilan Lozan anglashmasini imzolagan bir davlat, ya'ni bir emas. Tushunasizmi? Bitta hukumat emas. Shuning uchun ham Mustafa Kemal Atatürk Turkiyaning haqqoniy bir lideridir. Haqqoniy bir lideridir va Turkiyani aynan respublika o'laroq dunyoga tanitdi. Tushunyapsizlarmi? Mayli. Sizlar bilan Bobur bu videodan ham bir yaxshi bir podдержка kutib qolaman sizlardan.